Duo qilishda ko'zlar, qo'llar qanday holatda turishi afzal bo'ladi? O'tirib qilish yaxshimi yoki turib? Ko'zlar ochiq bo'lishi kerakmi yoki yopiq bo'lsa ham bo'laveradimi? Qo'llar ko'krak qafasigacha ko'tariladi deb eshitganman. Shu rostmi? Qo'llarning orasini ochish kerakmi yoki yopiq juft holatda ushlash kerakmi deb savol yo'llabdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu muxlisimiz bergan savol albatta fiqhiy kitoblarimizda batafsil keltirgan, xususan Fatavoi Hindiya kitobimizda aytadilarki, duo qilishlikning eng afzal ko'rinishlaridan biri deydi, duo qilyapti turgan odam qiblaga yuzlanib duo qilsin. Iloji bo'lsa o'shaligi xuddi namozda qa'dada o'tirgandek cho'kka tushgan holatda o'tirib, qalbini Alloh taologa bog'lab, boshini osmonga ko'tarmasdan, qo'llarini, kaftlarini osmonga qaratib, ko'hrak barobariga qo'lini ko'hrak barobariga olib kelib va oralarini ham yopishtirib yubormasdan, ham o'ta ham ochib yubormasdan, ko'zlarini kaftning ichiga qaratgan holatda duo qilishligi afzal bo'ladi. Lekin mabodo xayoli boshqa joyga chalg'iydigan bo'lsa, ko'zini yumsa ham buni zarari yo'q. Mana shu holat duodagi eng afzal holatlar bo'ladi.